mani ilk video. Kosmetologga borish kerakmi? Kosmetologga necha yoshdan borish kerak? Ish faoliyatim davomida 40 mingdan ortiq ayollarni kosmetolog huzuriga kelganda birinchi muolaja qanday bo'lishi, alohida yondashuv va ayollar o'rtasida o'zaro ishonch hisoblanadi. 14 yoshdan to 20 yoshgacha esa bunda akne bo'lsa, yengil dog'lari bor va ko'z tagida qorayishlar, yuzida charchoq borligi. Assalomu alaykum. Men kosmetolog Dilxush Istamovaman. Bu YouTube platformasidagi meni ilk video. Talablaringizga binoan ushbu platformada uy sharoitida yuz parvarishi, kosmetologik muolajalar va sog'lom yuz terisiga qanday qilib erishish mumkinligi haqida gaplashamiz. O'zimga keladigan bo'lsak, 2021-yildan beri kosmetologiya sohasida faoliyat yuritib kelaman va ish faoliyatim davomida 40 mingdan ortiq ayollarni go'zal bo'lishiga o'z hissamni qo'shganman. Ushbu kanalda siz uy sharoitida yuzni to'g'ri parvarish qilishni, yuzlaringizni tipini to'g'ri tanlashni va qanday qilib oddiy hamyonbop kremlar bilan go'zal bo'lishni o'rganasizlar. Meni eng asosiy qadriyatlarimdan biri bu tabiiylik, har bir ayolga alohida yondashuv va ayollar o'rtasida o'zaro ishonch hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham juda ham ko'p mijozlarim meni hurmat qilishadi va mehr berishadi. Endi esa boshidan boshlaymiz. Kosmetologga borish kerakmi? Kosmetologga necha yoshdan borish kerak? Kosmetologga bormasdan ham go'zal bo'lish mumkinmi degan savollar juda ham ko'p keladi. Hozir shu savollarga men bitta-bitta sizlarga javob beraman. Kosmetologga o'zi haqiqatdan ham yuzingizda muammo bo'lsa, borishlaringiz kerak, shart. Agar muammo bo'lmasa, 25-30 yoshdan keyin profilaktika, ya'ni qarishni sekinlashtirish va oldini olish maqsadida kosmetolog huzuriga borib turishlaringiz kerak bo'ladi. Necha yoshdan borish kerak degan savolga esa kosmetologga borish uchun aynan sabab kerak. Sabab bo'lmasa shart emas. Chunki masalan o'smir yoshlarda yuzida ugrilar, toshmalar bo'ladi yoki homiladorlikda shunaqa narsalar, dog'lar tushib ketadi yoki tug'ruqdan keyin, gormonal o'zgarishlardan keyin yuzda aynan juda ham ko'p muammolar aynan shu holat, shu vaziyatlarda paydo bo'ladi. Shuning uchun ham ana shu vaqtda aynan kosmetologga borish kerak. Chunki o'tkazib yuborgandan keyin uni davolash, teri strukturasini buzilishi, davolashni uzoqqa cho'zilishi va natijani juda ham sekin bo'lishiga olib kelishi mumkin. Xo'p, davom etamiz. Kosmetolog huzuriga kelganda birinchi muolaja qanday bo'lishi kerak? Birinchi muolaja bu chistka muolajasi bo'lishi kerak. Chunki har doim birinchi ostonadan kiriladi. Kosmetolog ostonasidagi protsedura esa bu chistka muolajasi hisoblanadi. Chistka bu yuzni ortiqcha kirlardan, ortiqcha yog'lardan tozalash hisoblanadi va shundan keyingina yuzga aniq tashxis va diagnoz qo'ysa bo'ladi. Shuning uchun birinchi protsedura bu chistka hisoblanadi. U yosh bo'ladimi, yoshi katta ayol bo'ladimi, umuman buni ahamiyati yo'q. Va kosmetolog huzurida qanday protseduralarni olib yurish kerak? Bu asosan yoshga bog'liq. Masalan, 25-30 yoshdagi yoki 40 yoshdagi albatta yilda 2 marta yuzini to'liq namlab turishi kerak. Kurs olgandan keyin albatta namlanishi shart. Chunki yosh o'tishi bilan ham, yosh o'tmagani bilan ham yuz baribir suv talab qiladi. Bu bizda ichadigan suv emas, bu aynan tarkibida ma'lum bir moddalar bo'lgan preparat hisoblanadi. Aynan shuni olgandan keyin yuz namlanadi, mayda ajinlar yoyiladi va yuz yaltirab turadi. O'zlaringiz xohlagan natija bo'ladi. Boshqa masalan 14 yoshdan to 20 yoshgacha esa bunda akne bo'lsa, ugrilar yoki husnbuzarlar yoki qanaqadir yuzdagi tomirlarni chiqib qolishi, sezuvchanligi yuqori bo'lishi yoki quruqligi hisobiga yuzdan yorilib ketishi bo'lsa, bu albatta 14 yoshda, necha yoshda boshlanishidan qat'iy nazar kosmetologga bir oyda bir marta murojaat qilish kerak. Agar akne yoki ugrilar bo'lsa, u yillab, oylab davolanish kerak va bu narsadan qutulish uchun doim uydagi yuz parvarishini to'g'ri olib borish kerak. Kosmetologiya shunday narsaki, yuz parvarishi bilan kosmetologik protseduralar aynan baravar olib borish kerak. Bular bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Hech qachon biri o'rnini bosa olmaydi. Sababiki siz qachonki uyda parvarishni yuzingizni to'g'ri qilyapsiz, lekin kosmetolog huzuriga bormayapsiz. Baribir bir-biriga yopishmaydi yoki siz faqat kosmetologga borasiz, uyda yuzingizni to'g'ri parvarish qilmaysiz. Bular bir-biriga umuman mos tushmaydi va bir-birini qo'llab-quvvatlay olmaydi. Qachonki bular alohida qilinganda va birga qilinganda esa siz o'zingiz tengqurlaringizdan anchagina yosh va jozibali ko'rinasiz.
Xo'p, endi yana bir savol. Kosmetologga borgan ayol va bormagan ayol. Mana bu borgan ayol kosmetologga, bu esa umuman kosmetologga murojaat qilmagan ayolning yuzi. Xo'sh, o'zlaringiz ko'rib turganlaringizdek, kosmetologga borgan ayol yuzlari yaltirab turgan, poralari kichraygan, ajinlari yo'q, yuzida umuman dog'lari yo'q bo'lgan ayol. Bunisida esa yuzlarida ajinlari bor, yengil dog'lari bor va ko'z tagida qorayishlar, yuzida charchoq borligi yaqqol sezilib turibdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, kosmetolog sifatida va maslahat beramanki, kosmetologga har bir ayol borishi shart va lozim. Chunki hamma ham chiroyli bo'lishga haqli deb hisoblayman va shuning uchun sizlarga ham kosmetologga borishlaringizni, doim o'zlaringizni husnliklarini nazorat qilishlaringizni tilab qolgan bo'laman. Shuningdek, meni maxsus uy sharoitida yuz parvarishi kursim haqida ham qisqacha ma'lumot olib borishlaringiz mumkin. Sizlar ushbu kursda yuzlaringizni tipini aniqlash, yuzlaringizga qanday kremlar mos tushishini aniqlash, kosmetolog huzuriga bormasdan turib kremlarni to'g'ri tanlab bilish va hamyonbop kremlar ham haqiqatdan yordam berishi mumkinligi haqida ma'lumot olish, uy sharoitida qilishingiz mumkin bo'lgan samarali, yordam beradigan maskalar tayyorlash va ushbu maskalarni haftada necha marta ishlatish yoki necha marta ishlatmaslik, qaysi yuzda qaysi maskani qo'yishlik haqida ham ma'lumotga ega bo'lasizlar. Shu uchun kanalimdan uzoqlashmang. Men sizlarga aynan foyda beradigan va yordam beradigan ma'lumotlar bilan doimiy bo'lishib turaman.